bitta like bosib qo'ying. $1000 pulingiz bor, xudo xolisa. Allohning izni bilan mana sizlarga bitta chiroyli uy topib qo'ydi. Bu yerda tualetlari bor. Oshxona. Mashalloh. Mebel texnikalar qoladi, hamma narsa deyaptilar. Xolodilnikni qarang, kattaligini. Xo'p, uyimizdan tegida podvolimiz bor. Podvolimizga bu yoqdan tushiladi. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Mashalloh, mashalloh, kirganingizda voy, mana chiroyliligini qaranglar. Mebel texnikalar qoladi. Hamma narsani tashab ketaman dedi. Televizor, mana suv idishlar. Hop, bitta ko'rsataman sizlarga. Bismillah. Bu yog'imiz spalnya ekan, derazalari bor, shkoplar bor. Bu yoqda sanuzul, kir mashina, rakvina, dush, tualet, unitaz. Hop, bu yoqda bismillah. Bu detskiy xona, kichkinagina chiroyli ko'rkam. Hop. Bu yog'imizda zal. Mana hamma narsa bor. Zal, orqa hovlisi ham bor. Bor, zato orqa hovli bor. Bitta sigaret olasiz. Oynaga qarab. Suv ketadigan joylari bor. Xo'p, bu tarafda eshigi bor, orqa hovliga chiqadigan. Eng qizig'i. Xo'p, zaldan chiqqaningizda mana ho'l, yashashga zo'r sharoit. Gilamda zo'r gilam ekan. Xo'p, bu yoqda spalni yana bitta. Mana spalni, sanuzul, dush, orqa hovliga chiqadigan eshik, glavnisi orqa hovli bor, havo aylanadi. Mashalloh. Hammamizga shunaqa yaxshi uylardan olib nasib qilsin. Bir xonadonda yashagandan ko'ra mana shunaqa uchastkada yashagan yaxshi-da. Bir xonadon puliga berib yuboramiz deyaptilar. Egalari 67 ming deyaptilar. Yana sunnatiga o't beraman deyaptilar. Shu uy sotilsa, shu videodan, shu like, kommentariyadan tanlab, Radnon programma orqali tanlab shu $1000 pul berib yuboramiz dedilar. Shunda men o'zim tanlab beraman. $1000 pulinglar bor. Shu uy sotilsa. Patchiga bosib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, tanishlarga jo'natib qo'yinglar.